Assalomu alaykum aziz obunachilar, dugonajonlar, singiljonlar, hammalaringiz sog' salomat yuribsizlarmi? Bugun sizlar bilan birgalikda mashg'ulot glitsina gulimi sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu glitsina gulimi erta bahorda videoga olgan edim, nimaga qo'yolmagandim. O'shunga yarimini olib, yarimi qolgan edi. Ochilgan vaqtini hozir ko'rdilaringiz. Endi hozir ochilib bo'lgan, ikkinchi marta ochilayotganini ko'ryapsizlar. U nimada ikkinchi marta ochilganda baglari ham yashil bo'lib, guli bo'ladi, ozroq bo'ladi guli. Endi bu gulimi oti glitsina. Ko'p odamlar kommentariya yozibdi. Hammalaringizga rahmat. Tanijonlaring sog' bo'lsin. Kommentariya yozgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Sizlarga hozir bu glitsina ko'p gullarda qishda qoladimi, qolmaydimi deb sizlar. Bu glitsina gulim ham qishda qolaveradi, hech narsa bo'lmaydi. Keyin bundan 3-4 kun oldin chiqargan mushkambar gulimi otlar nomlarini har xil aytishibdi. Endi hamma kimga qaysi yoqsa shuni aytsa bo'laveradi. Men mushkambar deganman. Keyin buldanej degan birinchi video chiqarganim oq gulim, buldanej nomi. U gul ham qishda qolaveradi. Hamma shu yerda ekilib ko'rsatgan gullarim hammalari qishda qoladi. Sovuq urmaydi. Masalan, mana necha yildan beri turgan bo'lsa sovuq urmadi. Hamma gullarimni endi taydan bu glitsina gulim ham taydan chiqadi. Mushkambar gulim ham taydan chiqqanini qilsadan bo'ladi, parhama qilsadan bo'ladi. Buni ham parhama qilsangiz bo'ladi. Lekin men qiziqmaganman, qalamcha qilib taydan chiqyapti-ku, qalamcha qilib nima qilaman deb qilmaganman. Balkim qalamchada ham bo'ladi. Hamma gullarim, yerdagilar hammasi qishda qoladigan gullarim. Aziz obunachilar, qayerliksiz deb so'rabsizlar. Juda ko'p kommentariyada yozibsizlar. Men asli Farg'ona shahrining o'zidanman. Telefon nomerim 93 426 06 46. Aziz obunachilar, ya'ni safar yanagi videomizgacha ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr.